Mana hurmatli tadbirkorlar, Lamin Sendi tuxum yo'nalishidagi jo'jalarimiz 4 oylik bo'lib qoldi. Xudo xohlasa yaqinda 120 kunlik bo'lishadi. Bularni mana Xudo xohlasa ozgina kunda bir oy nari berisida, bir oy yo'g'ida tuxumga kirib ketishadi. Tovuq xo'roz aralash. Bularni Xudo xohlasa tadbirkorlar boqaman degan ishqibozlar uchun inshaalloh sotiladi. Bular mana sog'lom jo'jalar, tovuqlar damashniy sharoitda bedalar berib, o'tlar berib, vitaminlar berib chiroyli boqilingan. Xudo xolasa murojaat qilasizlar 93lik 009 73 14. Mana bu hovlini ham, qo'y, echki, sigirlarni ham hammasi sotuvga qo'yilyapti. Agar hovli bilan birga yashab qilamasa 4 ta xonasi bor. Wi-Fi, suv, gaz, svet yangi yo'lda joylashgan. Sigirlarimiz, echkilarimiz bor. Hammasini Xudo xolasa sotuvga qo'yapmiz. Ishqiboz bo'lib tayyor biznes kerak bo'lsa, ularning hammasi inshaalloh sotuvda. Murojaat qilishingiz mumkin. 20 sotixlik dala hovlimiz aytilgan 20 sotix dokumentda o'zi 30 sotix joy. Hamma narsa, hamma sharoit bor. Suv, gaz, svet hammasi bor. Ariqlarimiz, suvlarimiz, g'oz, o'rda, echki, tovuq, xo'p, yana sigirlarimiz bor. Hammasi sotuvga qo'yilyapti. Murojaat qilishingiz mumkin. Mana bu joyni mana echki, qo'y, mollar uchun alohida joy qilingan.